Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Demak, Vodiy 20 tur informatsion portalida ochiqchasiga gaplashamiz dasturi bugun Rishtonda. Demak, bugun elimiz ardog'idagi san'atkor Valijon aka Qodirovni xonadoniga yetib kelyapmiz. Ayni damda ustozni xonadonida repetitsiya jarayoni ketayotganga o'xshaydi. Ketdik, birgalikda boramiz. Xuddi aytganimdek, bugun ustoz Valijon Qodirov xonadonlarida repetitsiya jarayonlarida. Borib so'rashamizmi yo qo'shiqni tugashini kutamizmi? Keling, boraveramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Kelinglar. Buzmadikmi repetitsiyalarda? Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Charchamaysiz, yaxshimisizlar? Kelinglar mehmonlar. Assalomu alaykum ustoz, yana bir bora. Xonadoningizga mana keldik. Bugungi Vodiy 20 tur informatsion portalimizda ochiqchasiga gaplashamiz loyihasida bugun qatnashish uchun iltimos qildik. Rad qilmadingiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Uni ustiga haqiqatan ham muxlislaringiz so'rashdi, nimaga Valijon akam televideniyalarda ko'rinmay qoldi. Faqat bayramlarda ko'rinyapti xolos degan nimalar berdi. Shuning uchun bugungi loyihamizni sizning xonadoningizda faqatgina bizni tartib qoidamiz bor. Ochiqchasiga gaplashamiz. Ustoz, ochiqchasiga gaplashamiz. Xo'p. Demak, men sizga savollarni beraman. Siz faqatgina ochiqchasini yashirmasdan javob berishingiz kerak. Albatta bu ustozlarning duosini olganligingiz uchun ham bir elni ardog'idagi san'atkor bo'lib yetishdingiz. Hozir minglab kerak bo'lsa konservatoriyani bitirib Rossiyaga ketib qo'yayotganlar bor. San'atni tashavorayotganlar bor. San'at yo'nalishida o'qib, lekin sizga o'sha ustozlar duosi Alloh tomonidan berilgan bir qobiliyat bilan xalqqa xizmat qilib keldingiz. 40 yildan oshiq xizmat qilib kelyapsiz xalqqa. Demak, bu o'z-o'zidan O'zbekistonga xizmat qilyapsiz. Demak, bu o'z-o'zidan O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan san'atkor deb xalq tan olyapti. Lekin unvon berilmayapti. Nima sabab? Unvon endi masalan bir rasmiy olinadigan bo'lsa agar men 2-3 marta taqdim qilinganman o'sha 2000-yillar, 2002, 2003, 2004-yillar taqdim etilgan. Undan keyin sal-pal qiziqqanmiz, lekin endi bu avvalo san'atni bilasi olinmaydi san'at. Albatta xizmatingizga qarab turib unvon beriladi. Endi biz xizmatimiz bir qo'ldan kelgancha xizmat qilyapmiz. Endi vaqt soati kelib bu qolar. Unvon ham, lekin bitta tomoni bor. Shu ko'proq ustozlarning duosini olganimiz uchunmi, elda duosini olganimiz uchunmi? Shu elimiz qayerga borsam agar xizmat ko'rsatgan artist deb e'lon qilishadi. Ko'proq joyga borsam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artisti deb ham e'lon qilib yuborishadi. Mana shuni o'zi menga yetadi-da. Xalqalik ko'pchilik endi mana shu xizmat ko'rsatgan artist deb e'lon bilishadi shekilli. Lekin rasmiy tomonidan hali menga unvon berilgan yo'q. Men xizmatimni qilib yuribman. Endi bunga gap to'g'risi Arojon xafa bo'lmang-ku, rahbariyat ham qiziqish kerak. Ozgina bo'lsa ham. Men endi ularning orqasidan yurmayman, papga ko'tarib. Albatta. To'g'risida. Diyoraxon Muxtorova televizorda, televideniya orqali chiqishlar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Hozir faqatgina YouTube orqali biz o'rangan holatini ko'ryapmiz. O'sha nashidalarni aytyapti, eshityapmiz. Juda ham bir zavq olib eshityapmiz, ammo lekin nimagadir televideniyada ko'rinmayapti. Ro'mol o'ragani uchun televideniya ruxsat bermayaptimi degan savollar ham kelyapti. Bu yerda juda go'zal, chiroyli savol bo'ldi. Men Diyoraxonni san'ati endi yoshlar ham nimalar qabul qiladigan darajada ketib, hozir ham shunaqa. Diyoraning muxlislari hozir ham nima so'rab turishadi, lekin hozir xalqimizda, yurtimizda to'y chiqlarimiz
bizda bilasiz xotin oshi, ayollar anjumani ko'payib ketdi. Ayniqsa o'sha hoji onalar, alohida aqiqalar, shu ayollarimizni anjumanlari alohida bo'lib qoldi. Diyoraxon o'sha ozgina islomiy mana bu qo'shiqlarni ijro qilib, mana bu o'sha maqom yo'nalishidagi qo'shiqlarga kelgan ayollarimiz ozgina bo'lsa ham o'zimizning milliy yo'nalishdagi qo'shiqlarni ham orasida eshitib, mazza qilib o'ynashyapti. Qolaversa, o'sha orada boshqa xalq tillarini ham qo'shiqlar aytiladi. Faqat ayollar davrasida. Shu tomonni tushunib qoldiki, men bundan xafa bo'lganim yo'q. Mayli, xohlasa mana Ahrorjon o'zingiz bilasiz, hozir men 30 yil televideniyaning orqasidan yurdim. Endi Allohga shukr, men televideniyadan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda chiqqani ham ijodkorlarga hozir juda katta suyanchiq bo'lyapti bu ijtimoiy tarmoq. Qachongacha bu borib televideniya eshigida o'tirilaverardi. Iltimos, meni ham bir olib chiqinglar, meni ham bir san'atimni ko'rsatinglar degan darajada-da. Meni ham birinchi ilk chiqib o'sha san'atga chiqqanimda, mana eshitdingiz, o'sha Bevafo yorim qo'shig'im bilan men xalq ichiga kirib borganman. Valijon Qodirov bo'lganman. Vaholanki o'sha qo'shig'imni aytgan shogirdlarim juda ko'p. Mana shu hattoki mana shu Oxinjon do'stim ham qo'shig'ingizni aytganman, o'rtoq. Oxinjon Madaniyev rahmatli. Bevafo yorim qo'shig'imni o'rtoq aytyapman qo'shiqni. Aytavering do'stim deganman. O, Quvvati To'lqin degan do'stim bor. U ham aytgan. Atrofdagilar Begmurod Jo'rayev bor, ana Qashqadaryoda, bu tomonda boshqa Alijon Soq, boshqa shogirdlar bor. Mana aytib yuribdi qo'shiqlarimiz. Men bir tomonda hozir gap kelib qoldi, shogirdlar qo'shig'ingiz xalqqa manzur bo'lib turgandan keyin aytsa agar u sizning yutug'ingizda. Bu nima meni qo'shig'imda aytayapti degan gap menda yo'q. Ular aytsin. Shu darajada kelinyaptiki, hozir mana shu ijtimoiy tarmoqda borligi ham biz hofizlar, ijodkorlarda yutug'i bo'lyapti. Albatta. O'shan shuni ham Diyoraxon televideniyaga qiziqmay qo'ydi. Men syomkalargacha gaplashdim 2-3 marta. Suhbatlarga chaqirishdi. Diyoraxon o'sha borib o'sha yerda endi o'sha siz aytgandek ro'mol mavzusi bor. Men qizimni o'zini bir o'sha muslima sifatida tutganiga juda xursandman. Ijtimoiy tarmoq to'g'risida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p san'atkorlarimiz o'sha aytib o'tganimdek, ayron sotib o'tirgan yigit qo'liga gitarani olib, bugun yulduz bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoq orqali. Televideniya hech qanday yordamisiz. Mana shu yashirin san'atkorlarga bir o'zini ko'rsatishga bir imkoniyat yaratib berdi, xolos bu ijtimoiy tarmoqlar. Juda ham to'g'ri, juda ham to'g'ri. Endi sizni ustoz har bitta qo'shig'ingiz hitga chiqqan. Har bitta qo'shig'ingiz. Aldamayor, masalan, yangilar, sinfdosh qizim, shifokor qiz, alpomish, juda ham ko'p. Zamona tinch bo'lsin, zamona tinch bo'lsin. Nimaga siz hozir shu ustoz gapingizni oldim? Mana shu hozir vaqt oralig'ida to'xtab turibsiz. Bu ham bir Allohning berganidir-da. Mumkin bitta narsa bor bu yerda. Muxlislarim ozgina sog'insin. Meni ham borligimni bilishyapti. Albatta, albatta. Sizni har kun sog'inishadi muxlislar. Valijon Qodirov degan hofiz bor edi. Sog'indik deb hozir menga o'zlari ham telefon qilib turishadi. Eski o'sha zapislarimni so'rashadi. Qolaversa yangi ijodlaringizdan bo'lsa tashlab turing. Telegram tarmog'imga ko'p kirishyapti-da. Kirishib savolga tutishyapti. Xijolat bo'lib ketaman, lekin yangi qo'shiqlarim bor, mumkin sekin-asta eshitilar. Agar shu joyi keldi, hozir o'sha kuylagan qo'shiqlarim to'g'risida gap ketdi. Masalan, o'sha qo'shiqlarimning ichida har bitta qo'shiqda o'zining muxlisi bor. Har bitta qo'shiqda o'zining eshituvchisi bor-da, hozir ijro qilgan qo'shiqlarim. Lekin shularning ichida ko'proq meni yanada xalqqa tanitgan o'sha ustozim Sherali Jo'rayevga bag'ishlangan qo'shig'im bor. Ovozi juda Sherali-da, Sherali baribir Sherali-da. Sherali baribir Sherali-da ya.
Sheralining shogirdi Shervalida. Xabaringiz bor, hamma narsadan boxabarsiz. Ustozni katta sahnadagi chiqishlari o'sha 94-95 yillardan keyin katta ekranlarga chiqish, katta sahnalarga chiqishga men bilmayman, taqiq deyolmayman bu narsani, lekin bizga xalqning ichida shunaqa mish-mish ketgan, gap ketgan. Lekin ustoz 25 yil ko'rinishmadi. Mana o'sha katta sahnalarga yo'l berildi, boshqa bo'ldi. Yurtboshimizga rahmat. Katta ishlar bo'lyapti. Ijod to'xtamayapti. Men yana bitta narsaki, shu qo'shiqda o'sha 2000-yili katta stadionlarda, Andijonda o'yingohida, Farg'ona san'at o'yingohida qo'shiqni ijro qilganimda ba'zi bir akalarimiz Valijon shu qo'shiqingizni sal to'xtatib turasizmikin? Bo'ldi, mayli. Nima bo'lsa to'xtatib to'raman, lekin xalq so'rab turgandan keyin menimcha buni iloji ham yo'q. Iloji ham yo'qda, chunki o'sha muxlis so'rab turibdi-ku deganimdan keyin ular ham hech nima deya olmay qolgan. Keyin ba'zi siqilib ham qoldim. Diqqat ham qoldimki, Bahodir ustoga murojaat qildim. Bahodir aka, shunaqa bo'lyapti nimagadir. Men nima qilib ustozdan kecholmayman-ku, Sheralidan kecholmayman-ku. Men qanaqa degan shogird bo'laman? Bu qo'shiqni to'xtatsam degan fikrda aytganimdan keyin Bahodir akam bo'ldi, Valijon, ertaga gaplashamiz deyishdida, ketidan Sheralidan kechmayman degan she'rni yozib qo'limga tutqazishgan. O'sha qo'shiq men kapalak emasman, guldan gulga ko'chmayman. San'atiga berdim tan, Sheralidan kechmayman. Xo'p, navbatdagi savolimiz, ustoz, qarang. Kuzatuvchilarimiz bergan savol. Valijon Qodirov faqatgina Diyorxon qizlarini tanitgan xolos. Shaxsiyatlarini yashirishadi. Nima, Valijon Qodirovning xotini ikkitami degan savol kelyapti. O'zi haligi ozgina tanilgan ijodkor yo bir san'atkor yo tadbirkor, biznesmen bo'lsa, buni xotini ikkita yo uchta deb tursa kerak-da. Shunaqa bo'lsa kerak. Xudo saqlasin. Biz endi mana Allohga shukr, shu Rahimaxon opangiz bilan Xudo xolasa men mana ancha yil bo'lib qoladi. Turmush qurganimizga 40 yil bo'ladi mana. 84-yil uylangan bo'lsa, biz sevishib turmush qurganmiz. 4 ta farzandimiz bor. 2 o'g'il, qiz, 1 o'g'il, yana Diyorxon mana 4-inchisi ham qiz. 3 qiz, 1 o'g'limiz bor. 6 ta, mana 7 ta nevaralar, 8 ta nevaracha shular katta qilib yuribmiz. Endi bularning ichida san'atga qiziqqani bor. Katta nevaram, o'sha siz ko'rgan bo'lsangiz, Gavharoy qizimni, Akmaljon o'g'limni farzandlari Oyazmixon poshsho, o'sha nabiram degan qo'shig'imni birinchi o'sha qo'limga ushlab nabiramni aytganimda asali deb shu qo'limga olganimda o'sha yerda xirgoyi qo'shiq bo'lganda keyin O'zi ovoz bergan demak. O'zi ovoz bergan keyin. Uni 2 yildan keyin men qo'shiqni shunday tayyorlaganman, studiyaga olib kirib, jonli nevaramni o'zini ovozini oldirgizganman. O'sha opoqi degan joylari bor, asali degan joylari bor, shular qo'shiqning ichida bor. Mana o'sha nabiram hozir shu Poshshaxon nabiram Toshkent davlat konservatoriyasida 1-kursni bitirishdi. Endi bozorga kirsam deng, muxlislarim xafa bo'lishyapti-da. Hali ayniqsa bozorchi qizlar, bizga qo'shiq aytmaysizmi? Biz bor qo'shig'ingiz yo'qmi? Ha, bor. Deb turib bir marta to'ylarda haligi Muhammad Yusuf ustozni she'rlardan haligi Toshkent shevasida aytilgan biza degan qo'shig'im bor. Shuni aytib bersam, rosa o'ynashadi, lekin o'ynagandan keyin ham babi qoni qishmayapti-da shular. Chunki bozorchi qiz yo'q ichida. Bozor qiz degan qo'shiq yo'q. Chorsham Ro'ziyev so'zi bilan kitobni titlab o'tirdim, chiqib qoldi. Shuni ozgina hozir hali juda ham tayyor emas, lekin bir ijozat bersangiz, shundan mana do'stim Valijon Ahror akam bilan o'zi repetitsiya qilib turdik. Ustiga kelib qoldi. Bo'ldi. Shuni bir xirgoyi qilib bersak, ma'qul tushsa ajab emas. Kelajakda keyin
ishlab beramiz. Hop, Hop. sog' bo'ling, rahmat. Ah senin kepaling deyişinden, gilas satıp alırçeler deyişinden. Ah senin kepaling deyişinden, gilas satıp alırçeler yeyişinden. Baba kızga bunchalar ham o'xshamaysan, Toshlaringni bitta terishingdan. Baba kızga bunchalar ham o'xshamaysan, Toshlaringni bitta terishingdan. Bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Ah, aman aman, hey hey holim yomon. Aman aman, hey hey holim yomon. Olar erdim bor yukingni bozoringdan, zada bo'ldim qovog'ingni o'yishingdan. Olar erdim bor yukingni bozoringdan, zada bo'ldim qovog'ingni o'yishingdan. Xo'p zerikkani ko'rinasan bexaridor, qulochingni asta kerishingdan. Xo'p zerikkani ko'rinasan bexaridor, qulochingni qayta kerishingdan. Bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Ah, bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Ah, aman aman, hey hey holim yomon. Aman aman, hey hey holim yomon. Ya bog' qizga bunchalar ham o'xshamaysan, Toshlaringni asta terishingdan. Bog' qizga bunchalar ham o'xshamaysan, Toshlaringni bitta terishingdan. Bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Bozorchi qiz, bozorchi qiz, bozorchi qiz, Dilginamga ozor berma, bozorchi qiz. Ah, aman aman,